10% tuz eritmasi bug'lanishi natijasida to'yingan eritma hosil bo'ldi. Bunda 1 gram tuz cho'kmaga tushdi va eritma massasi 4 marta kamaydi. Bug'langan suv massasini aniqlang. Berilishini yozamiz. Demak, eritma bor ekan. Tuz eritmasi 10% ekan. Va buni qizdiribdi. Qizdirgandan keyin suvi qanchadir bug'lanib ketgan, suvi kamaygan va shuna natijasida tuzini ozgina qismi cho'kmaga tushgan. Ya'ni eritma tarkibida bo'lmaydi cho'kmaga tushgandan keyin. Va tuzi ham, suvi ham kamayib, kamroq eritma qolgan. Demak, tuzi hosil bo'lgan eritmada tuzi kamroq, suvi ham kamroq. Chunki qanchadir suv bug'lanib ketgan, qanchadir tuzi cho'kmaga tushgan. Qancha suv bug'langanini topishimiz kerak. Hosil bo'lgan eritmani eruvchanlik koeffitsiyenti 25 ekan. Bu to'yingan eritma ekan va eritmani massasi oldingi eritma, boshlang'ich eritmani massasidan 4 marta kam ekan. Demak, bizda boshqa ma'lumotlar berilmagan. Shuning uchun ham biz boshlang'ich eritmadagi tuzning massasini x gram deb oldik. Tenglama ko'rinishga kelishi uchun. Demak, bu x gram bo'lsa, demak x gram 10% bo'lsa, bu tuz 10% x gram. Eritma 100%, ya'ni hammasi 100%. Eritma 100% necha gram? Proporsiya ko'rish topamiz. Buni y deb ola qolaylik. Topish kerak. Y ni topish uchun x ni 100 ga ko'paytirib 10 ga bo'lamiz. 0 bilan 0 qisqaradi. 10x. Demak, 100% hammasi eritma 10x gram ekan. Bu tuz orqali keltirib chiqardik. Bu 10x gram bo'lsa, massa ikkinchi eritmani massasi undan 4 marta kamaydi. Topsak bo'ladi. Demak, massa birinchi eritma 10x bo'lgancha 10x qo'yamiz, 4 ga bo'lamiz. 10x 4 ga bo'lsa 2,5x gram. Demak, hosil bo'lgan eritma 2,5x gram ekan. Topildi. Endi eruvchanlik koeffitsiyenti berilgan. Shu orqali tuzini massasini topsak bo'ladi. Demak, eruvchanlik koeffitsiyenti degani to'yingan eritma hosil bo'lishda 100 gram suvda eriydigan tuzning massasi degani. Demak, topib ko'ramiz. Demak, agar suv 100 gram bo'lsa, unda 25 gram tuz eriyotgan va hosil bo'lar ekan 125 gram eritma hosil bo'lishi kerak. Agar suv 100 gram bo'lsa, bu eruvchanlik koeffitsiyenti orqali yozib oldik buni. Endi aslida suv 100 grammi yo'qmi u xato etilmagan. Lekin eritma 2,5x gram eritma bor ekan. Uni eritmani tagiga qo'yamiz. Demak, tuzni topib olamiz shu orqali. Demak, eritma 2,5x gram bo'lsa, eritmani tagiga qo'ydik. Va proporsiya orqali topamiz y ni, tuzni. 25 ni 2,5 ga ko'paytirib 125 ga bo'lamiz. Demak, 25 ni 2,5x ga ko'paytirib 125 ga bo'lamiz. 25 bilan 125 qisqarib ketadi. 25 125 bo'lsa 5 bo'lib qoladi. Ikkalasi ham 25 ga bo'linsa, 2,5 bilan 5 qisqaradi. Ikkalasi ham 5 ga bo'linadi. Demak, 5 1 bo'lib qoladi. 5 ga bo'lsa, 2,5 5 ga bo'lsa 0,5 bo'ladi. Demak, 0,5x tuzni massasi y 0,5x ekan. Topdik. Demak, bu eritmadagi tuzni massasi 0,5x. Boshlang'ich eritmadagi x gram edi. Demak, cho'kma x dan yarim x sayramiz, u qolgan tuz bo'ladi. Cho'kmay tushgan tuz chiqib keladi. Demak, x dan yarim x sayrsa, yarim x qoladi. O'sha cho'kmaga tushgan tuz. Uni 1 gram deb aytgan masalada. Demak, yarim x 1 ga teng ekan. X topish uchun 1 ni yarimga bo'lamiz. 1 ni yarimga bo'lsa 2 chiqadi. Demak, x'imiz 2 ga teng ekan. Shunda 2 gram ekan tuz. Demak, bu eritma 10x bo'lsa 10 kare 2 20 gram ekan. Bu 20 gram bo'lsa, bu 2 gram bo'lsa, demak suv 20 dan 2 ni ayiramiz. 18 gram ekan. Hosil bo'lgan eritmada tuz yarim x gram. Yarimni 2 ga ko'paytiramiz. X 2 ga teng. Yarim 2 ga ko'paysa 1 gram.
eritmamiz, ikkinchi eritma 2,5x. 2,5 2 ko'paytiramiz 5. Demak, eritma 5 gram bo'lsa, ichida erigan tuz 1 gram bo'lsa, qolgani suv. 5 dan 1 ayiramiz. 4 gram suv. Bu yerda 20 dan 2 ni ayirdik, 18 gram. 18 gram suv bor edi, qanchadir bug'lanib chiqib ketdi-da, 4 gram suv qoldi hosil bo'lgan eritmada. 18 dan 4 ayiramiz, qolgan bug'lanib ketgan suv chiqadi. Demak, 14 gram suv bug'lanib ketgan ekan. 18 gram bor edi, 14 gram bug'lanib, 4 gram qoldi. Masalada bug'lanib ketgan suvni so'ragan. To'g'ri javob C variant.